oyoqlarim Ko'tarib teshib. qo'yinglar. Voy, yana bitta qiling. Qo'qonlik tabib 10 sutkaga qamaldi. Avvalroq farg'onalik tabib Iqbol Soliyevning O'zbekiston Xalq tabobati assotsiatsiyasi tomonidan berilgan guvohnoma muddati tugaganiga qaramay noqonuniy faoliyat yuritib kelayotgani aniqlangani haqida xabar berilgan edi. Sud qarori bilan unga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining 17-dekabrdagi qarori bilan xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi fuqaro 1971-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan Iqbol Soliyev ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksining 59-5 moddasi xalq tabobati to'g'risidagi qonunchilikni buzish 3-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilgan. Sudning qaroriga ko'ra unga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilgan. Ma'lumot uchun fuqaro Iqbol Soliyev 2025-yil 10-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining qaroriga muvofiq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-5 moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida ma'muriy jarima solingan. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Qalampurimizni kuzatib, jamiyatda va jahonda sodir bo'layotgan voqea va hodisalardan boxabar bo'ling.